Keling, stress belgilari haqida suhbatlashaylik. Stressning tanamiz va ongimizda qanday namoyon bo'lishini tushunish uni yaxshiroq anglashimizga va uni boshqarish choralarini ko'rishimizga yordam beradi. Bu belgilar quyidagi toifalarga bo'linadi: fiziologik, bosh og'rig'i, charchoq, ovqat hazm qilish muammolari, uyqu buzilishi. Hissiy, tashvishlanish, jahldorlik, yolg'izlik hissi. Xulq-atvorga oid samaradorlikning pasayishi, odatlarning o'zgarishi, masalan, haddan ortiq ovqatlanish yoki ovqatdan bosh tortish. Stressni aniqlash – bu o'z vaqtida holatimizga e'tibor qaratish va salomatligimizni yaxshilash uchun choralar ko'rishga yordam beradigan muhim jarayondir. Stress jismoniy, hissiy va xulq-atvor darajalarida namoyon bo'lishi mumkin. Uni qanday aniqlash mumkinligini batafsil ko'rib chiqamiz. Jismoniy belgilar. Stress ko'pincha tanaga ta'sir qilib, turli xil jismoniy reaksiyalarni keltirib chiqaradi. Quyidagi alomatlarga e'tibor bering: bosh og'rig'i yoki migren, tez-tez yoki kuchli og'riqlar zo'riqish bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Charchoq va holsizlik, hatto dam olgandan keyin ham charchoq hissi saqlanib qolishi mumkin. Uyquning buzilishi. Uyqusizlik, tunda tez-tez uyg'onish yoki aksincha, haddan tashqari uyquchanlik, ishtahaning o'zgarishi, ishtahaning yo'qolishi yoki aksincha, haddan ortiq ovqatlanish. Ayniqsa, shirinlik yoki zararli ovqatlarga bo'lgan ishtiyoq, mushak taranglashuvi, bo'yin, orqa, yelka yoki tananing boshqa qismlaridagi og'riqlar, ovqat hazm qilish bilan bog'liq muammolar, ko'ngil aynishi, ich ketishi qotishi yoki qorin og'rig'i. Yurak urishining tezlashuvi, yurak odatdagidan tezroq urayotganini his qilish, immunitetning pasayishi, tez-tez shamollash yoki surunkali kasalliklarning zo'rayishi. Hissiy alomatlar. Stress hissiy holatga kuchli ta'sir ko'rsatadi. O'zingizni qanday his qilayotganingizni baholang. Xavotir, doimiy bezoftalik, qo'rquv yoki vahima hissi, jahldorlik, o'zingizni avvalgidan ko'ra tez gazablanadigan yoki tajovuzkor bo'lib qolganingizni sezasiz. Loqaydlik. Ilgari quvonch keltirgan narsalarga qiziqishning yo'qolishi, tushkunlik hissi, umidsizlik, gam-gussa yoki ichki bo'shliq tuyg'usi, kayfiyat o'zgaruvchanligi, aniq sababsiz hissiy holatning keskin o'zgarishi, diqqatni jamlash qiyinchiligi. Vazifalarni bajarishga e'tibor qaratish yoki qaror qabul qilishda qiynalasiz. Yolg'izlik yoki yakkalanish hissi, hatto odamlar orasida ham o'zingizni chetlashgandek his qilasiz. Xulq-atvor belgilari. Stress odatlaringiz va xatti-harakatlaringizni o'zgartirishi mumkin. O'zingizda quyidagi o'zgarishlarni kuzatayotganingizni tekshiring. Muloqotdan qochish, do'stlaringiz, qarindoshlaringiz yoki hamkasblaringiz bilan kamroq uchrashayotganingiz, kechiktirish, muhim ishlarni keyinga qoldirish. Kofein yoki spirtli ichimliklarni iste'mol qilishdagi o'zgarishlar, charchoq yoki zo'riqishni yengish uchun ko'proq qahva, energetik ichimliklar yoki spirtli ichimliklar ichishni boshlaganingiz. Chekish yoki boshqa zararli odatlar, stress eski odatlarga qaytishga yoki ularning kuchayishiga sabab bo'lishi mumkin. Asabiylashish, tirnoqlaringizni ko'proq tishlay boshlaganingizni, sochlaringizni yulayotganingizni yoki boshqa majburiy harakatlarni tez-tez qilayotganingizni sezishingiz mumkin. Samaradorlikning pasayishi, ishda yoki uyda vazifalarni bajarish qiyinlashgani, kognitiv belgilar. Stress fikrlash jarayonlariga ham ta'sir ko'rsatadi. Xotira bilan bog'liq muammolar, muhim narsalarni tez-tez unutib qo'yadigan bo'lib qolgansiz. Salbiy fikrlash. Ko'proq yomon narsalar haqida o'ylayotganingizni yoki eng yomonini kutayotganingizni payqaysiz. Qaror qabul qilishdagi qiyinchiliklar, hatto oddiy tanlovlar ham murakkab tuyuladi. Fikrlar chalkashligi. G'oyalaringiz yoki rejalaringizni tuzishga qiynalasiz. Uzoq muddatli oqibatlar. Agar stress uzoq vaqt davom etsa, u jiddiyroq muammolarga olib kelishi mumkin. Surunkali charchoq, doimiy holsizlik hissi, tushkunlik, uzoq davom etuvchi ruhiy ezilish holati, xavotirli buzilishlar, vahima xurujlari yoki fobiyalar. Yurak-qon tomir tizimi bilan bog'liq muammolar, qon bosimining ko'tarilishi, yurak xuruji yoki insult xavfi, hayot sifatining pasayishi, stress munosabatlarga, ishga va umumiy sog'liqqa ta'sir qilishi mumkin.